Assalomu alaykum hamyurtlar vatandoshlar. Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent, Orenburg, Toshkent, Penza yo'nalishi bo'yicha mana sifatli resmiy avtobuslarda do'stlar mana yurtdoshlarimiz ketyapti. Akalar, assalomu alaykum. Hormanglar, yaxshi ketyapsizlarmi? Normalmi hammasi? Mana primo inshaalloh. Akalar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qayerdansizlar? Ha, Chirchiqlik akalarim qaysi shaharga ketyapsiz, shep? Moskva. Qaysi avtovokzaldan o'tirdingiz? Abu Sahidan, aka. Kimda-kim shunaqa sifatli resmiy avtobusda kelsa taklif qilasizlarmi? Bemalolmi? Chirchiqlik akalarga bemalol salom aytib o'rsanglar bo'laveradi. Gap yo'q akalar, oq yo'l, yaxshi etib olinglar, yo'linglarni bersin. Sog' bo'linglar. Aka-ukalar mana ko'rib turibsizlar. Sifatli resmiy avtobuslarimiz shart-sharoitlarga kelsak, konditsioner, ikkita monitorimiz 24 soat davomida ishlab turadi hamda 3 ta ishonch kameramiz 24 soat davomida davlat nazorati ostida ketasizlar do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Zaryadka uskuna har bitta sidinaning orqasida. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, foydalanmoqchi bo'lsa bemalol bexijolat do'stlar. Tanlovda adashmanglar.